Bomdodni o'qiganingdan so'ng kunlik zikrlaringni qil. Qur'oni Karim o'qi va hadisi sharif yodla. Keyin tijorat qil. Peshin namozini o'qiganingdan keyin darslarimni tingla. Ya'ni ustoz aytadi, meni darslarimga kel. Peshindan tingla. Asrdan so'ng yana tijoratingga qara. Ulug'larni ziyorat qil. Shom o'qigach masjiddan chiqib uyingga bor va tafakkur qil. Xuftondan oldin bugungi kuningni hisob-kitob qil. Savobing ko'proqmi, gunohing aniqla. Dangasalik qilgan o'rinlaringni belgilab qo'y. Fiqhni, hadisi sharifni sharhlashni, tafsirni o'rgan va iloji bo'lsa kitob yoz. Undan so'ng ertangi kuningni rejalab ol. Rejalashtirishga ketgan vaqting kuningni tejab beradi. Xuftonni o'qigach, o'rgangan bilimlaringni bir takrorla. Tahorat ila uxla. 5 vaqt namozini o'rinlatib qo'ymagan odamning boshqa ishlarini qoyil qilishiga ishonmayman. Namozga ehtiyot bo'l dedi.